Ko'pchilik uyini pol qildirayotganda savol beradi. Uyimni laminat qildirganim yaxshimi, linoleum qildirganim yaxshimi? Men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Ungacha bitta like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Birinchisi laminatni plus minus taraflari keladigan bo'lsa, laminat birinchidan uyingizda juda ham chiroyli, estetik ko'rinadi. Yaroqlilik muddatiga keladigan bo'lsa, uzoq yillar sifatli xizmat qilib beradi. Undan tashqari bitta dona minusi bor. Suvga sal chidamli emas, ko'p suv tushadigan bo'lsa, ishib ketish ehtimoli bor. Linoleumni afzalliklariga minuslari keladigan bo'lsa, birinchidan laminatga qaraganda ancha arzon hisoblanadi. Masalan, linoleumni kvadrati 47 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, laminat kvadrati 63 ming so'mdan 82 ming so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari unga hech qanaqa usta shart emas. O'zingiz bemalol yozib, ustunovka qilib olsangiz bo'ladi. Har xil dizayndagisini, har xil stildagisini topsangiz bo'ladi. Bemalol laminatni, xullas effektini olsangiz bo'ladi. Undan tashqari bitta dona minusi bor. Odam ko'p oyoq kiyimda kiradigan joyga tavsiya qilinmaydi. Agar sizni uyingizga linoleum kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir men sizga assortimentlarni bitta ko'rsataman.